Manzarani ko'rdingiz-a, shu manzaraga men ham kasal bo'ldim. Bu videoni shunaqa manzarali va suv bo'yiga yaqin joydan joy qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosib qo'ying. Bu joyimiz Bo'stonliq tumani Yangiqo'rg'on qishlog'ida 151-uyimiz sotilyapti. Hovlimiz fasadi 21 ga 60. Chuqurlikda emas, balandlikda joylashgan, ko'rib turibsizlar, tog'lar bemalol ko'rinyapti. Hovlimizni 2 bo'lib turib, 6 sotuvdan 2 ta dacha bemalol qursanglar bo'ladi. Sababi pastda ham, tepada ham yo'l ketgan. Joyimizning lokatsiyasi zo'r. Yusufxona bilan oraliq masofasi 5 kilometr, katta yo'l 100 dan 100 metr. Xullas ko'rdingiz, manzarali joyda yer maydoni 12,50. Yer hisobida sotilyapti. 1 sotiq maydon $5833. Aslida bu joylarda 7-8 mingdan sotilyapti. Yer maydoni egalariga pul zarar bo'lgani uchun $5833 dan berib yuboraman deb aytibdilar. Egalar nomerini opisanda qoldiramiz. Shunaqa manzaraga bitta chiroyli qizartirib like bosib qo'ying. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.